Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İslam'a biz programımızdan 142. saniyyə görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görürmənlərimiz, həmməlağı məlum boğandək, yıllardan bu yan davam qılıb gidivatqan bu programımızda hər bir musulman Kur'an, sünnet nurida astıda düşünüş gerek boğan xilmi-xil temalarını ayrım-ayrım mavzu qan şəkildə huzuruna sunup gidivatımız. Hər programımızda Rabbimizden tilab başlavatımız ve tilab ahırlaştırvatımız programımızda sözlənən barlıq temalarını haqiqi rəvişdə düşünüp, hayatımızga tətbiqlab, hayatımızda şunu icra qılıb, mağıdığan aşundaq bəxtlik müminlərin qatarından qılışını Rabbimizden sorab gidivatımız. Allah subhanahu wa ta'ala bu sözlənən temalarını elbette haqiqi rəvişdə icra qılıb, minib özünün rəhmətiga erişkənlərinin qatarından qılsın deb tiləyimiz Rabbimizden. Tünügün elanımızda bəgəndək bugünkü temamiz ata-anağa yaxşılıq qılış, yani ata-anağa yaxşılıq qılış qandaq buludu. Çünkü biz aldığımızdaki ötken 2 sandaki programımızda arayallıq turmuş, ailedeki məsələlərinin qançılıq zil diqqət qılışqa tegişlik məsələlər ikənligini nəhayət təfsili halətdə 2 bölümlük programımızda sunğandıq. Elbette şunun üçün bugünkü temamiz şunun davamı sübtida bu hər bir ailədə bulduğan fərzəndlə bulup mu bu temini hər bir anlığan görülmələrimizə bulup muhacirətdəki ata-anası yendi va yaşlarımız bula bəkərək diqqət qilish kerak deb qarayman. Çünkü ata-anasından ayrılıp qalğan, bizge oxşaş, hatta neyim olub ketkenligini bilmeydiğen milyonluğan xalqımız muhacirətdə şu ata-anasıga yaxşılıq bir gün bolsunmu, bir qetim bolsunmu yaxşılıq qılıb alanmağanlığı, qılanmayıvatqanlığının həsrətində puçulunuyatqan milyonlarca ata-analar var əldə muhacirətdə. Şunun üçün ata-anası yendi ba hər bir kişi bununki qançılıq hər bir minutlarını qançıq mühim bilişi, bu fürsətini, tepilmez bir fürsətinin özünə aldı turvatqanlığını his qilish kerak deb qarayman. Rabbim inşallah şunun oxşaş haqiqi yaxşılıq qılğışı fərzəndlərdən qilishini sorayımız bütün xalqımızı, fərzəndlərimizni. Şunun üçün bu temada oldurubduq huzurunlarda. Programımızın daimlik aziz mehmeni, həmələ tanışıq bolğan hörmətli ustaz, Şərq Türkistan Ölüm Alı Birliği şundaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliği əzası Abdurrahman Cemal Kaşğari'nin təklif oldu. Qimmatli vaxtını çıxırıb kəpbəgəlik üçün köpdən rəhmət ediniz. Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqalıq Naq Meydandan tarqıtılıvatıdır. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq programımızga alaqadar har qandaq fikir təklif bolsa, berişinləriniz, suallarınız bolsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qeyrinləşirmizin faydalanışı üçün hem bəhərləb qoyuşunu hem unutmayısınlar. Ondaqda bir vasitə başlap keçsək ustaz, aldıda birinci qılıb ata-anağa yaxşılıq qilish qandaq buldu degan sualdan başlagan bolsaq. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamısına peygamberimizge dua salamlar bolsun. Belki köplügən yaşlı, ösmürler, oğul, kızlar, yigitler ata-anağa yaxşılıq qilish faqat ata-ana men seni yaxşı görürmen deb qarash yoki ata-ananın futqolu so'yab qo'yish, mengzi so'yab qo'yish deb ayda o'ylab qolish kerak. Bu bir ko'rinish bo'lgan bo'lsa, bir zohiriy, sirtqi ko'rinish bo'lgan bo'lsa, amaliyotda ata-anaga yaxshilik qilishninki turli maydonlar, turli sohalar bor. Biz bu yoshlarga markazlashtirgan asosda bu programma to'xtalib o'tamiz. Qadrli ko'rinmalar, ata-anaga yaxshilik qilish degan ata-anani yaxshi ko'rish. Ata-anaga ko'yinish, ata-anaga yaxshi muomala qilish ve ata-anani yaxshi ko'radiganliklarini so'z va ish harakati amili ifodalash demakdir. Ata-anaga yaxshilik qilish demak, ata-anani hurmatlash, ata-ananing qadrini bilish demakdir. Ata-anaga yaxshilik qilish deganimiz ata-anaga itoat qilish demakdir. Ata-ana yaxshi qilib buyuradi ekan, to'g'ri ish qilib buyuradi ekan, itoat xarakterli ish qilib buyurgan, uning itoat qilish lozim. Yaman işten, munkar işten, aniq xato ishdan to'silgan uningdan yenish lozim. Ata-ana bilan
Cidalleşmeslik. Ata-ana yaxşılıq qilish demek, ata-ana cidalleşmeslik ve ata-anaga achchiqlab gap qilmaslik. Ata-ana yaxşılıq qilish deganimiz, ata-anani ranjitadigan yoki ata-anani qaqshtadigan yoki yig'iltadigan gap so'zlarni yoki ish harakatlarni qilib sanmaslik. Xo'sh. Ata-ana yaxşılıq qilish demek, ata-ana sevgi muhabbatda, hurmatda, pul puchakda yoki iqtisodda bixillik qilmaslik demekdir. Mesela yuqoriroq saviyadagi maosh oladigan yoshlar qarta deymiz. Ata-ana yaxşılıq qilish demek, ata-onaning tarbiyasini, nasihni qabul qilib, e'tiqodi, axloqiy jihatlardan to'g'ri yo'lda menish, gunoh xarakterdagi va ozg'un xarakterdagi ishlardan saqlanish demekdir. Ata-ona tabiiy holatda sog'lom aqidalik bo'lib qolsa, bolalarga buni tavsiya qil. Ata-onaning yaxshilik qilish demek, do'stni yaxshi tanlash, nachar do'stni yiroq turish demekdir. Çünkü her qanday ata-ona bolasini kasb-kamas birisi aralashishni xohlamaydi. Yaxshi odam bilan aralashib, uning fazilatini o'ziga olsa, yo'qdolsa, nachar bolalar bilan aralashib qolmasa deb orzu qil. Demak, bolaning buni diqqat qilganligi ata-onasining yukini yengillatganligi. Ata-onasi qilgan yaxshilik bo'ldi. Ata-onasi yaxshilik qilish faqatlam 4 tanga topsa yoki $2000 tasib sadiq qilib qo'yish emas. U bir parchasi. Ata-onasini xavf soladigan, qaqshtadigan, ranjitadigan, beshini og'irtadigan ishlardan saqlansa, bu bugungi kunlikda zamonimizda yoshlarninki, yigitlarning, qizlarning ata-onasi qilgan eng chong yaxshilik hisoblanadi. Xo'sh. Shuni deymizki, yoshlarga agar siz bo'ytoq bo'lsangiz yoki ata-onangiz bilan birga yashaydigan bo'lsangiz, uxlaydigan vaqtingizni, uyg'ondigan vaqtingizni, o'qiydigan vaqtingizni belgilasangiz yaxshilik qilgan bo'lasiz. Nima uchun bunday deymizsa? Chunki bugungi zamonimizda kino filmlar qarasak bir vaqtcha davomlashgan, kech soat 3 kishi oxir chiqmagan. Ko'pincha bolalarning qo'lida telefon yoki binasi bor. Uxlashning vaqti yo'q. Ertaga namoz qilg'asi uning qopmaydi, uning vaqti yo'q. O'qiydigan vaqti aniq emas, o'ynaydigan vaqti aniq emas. Dalisi bilan onasini bu vaqtda jiq qaqshtadigan ahvollar, uyquninki vaqtini aniq bo'lmasligi, uyg'onadigan vaqtni aniq bo'lmasligi, o'qiydigan vaqtning, o'ynaydigan vaqtning aniq bo'lmasligidan gap chiqadi. Shuna bu yoshlar deymizki, hayotingizda ota-onangizning orzu armoni orqaligidek, ota-onangizni rozi qilgidek bir nishon belgilang. Xo'sh. Va bu nishoningizga qarta ilgirlatmang. Bu ota-ona qilgan yaxshilik. Endi bola 15 da oshdi, balog'at yetdi. Bu vaqt qadar bir nishon belgilamadi, bir g'oya tiklamadi. Ya ona bir injener bo'lish orzusi aniq emas, yoki jamiyatshunos bo'lish orzusi aniq emas, yoki bir doktor bo'lish, yoki bir harbiy bo'lish, yoki bir davlat boshqarish sohasida bir kasbni bitirish qo'shi hech qanday bir g'oya tiklayolmay qolib qolsa, bu ota-onasiniki umidini bu bolalar aqlab bo'lolmaydi. Bu o'g'avval degan 15 yosh kirib bo'lsa, o'zining g'oyasini aniq tiklab uning qarta menish lozim. Ota-ona yaxshilik qilish demak, nishon maqsadni yetish uchun ilm ma'rifatga otlanish. Kitobni do'st tutish. Ammo nishon maqsad to'sqinlik qildigan tor dunyosi, internet dunyosi va elektronlik vositalardan bundan amal bas saqlanish, yiroq turish yoki oz qo'llanish demak. Bu mu ota-ona qilgan eng chong yaxshiliklarningki qatorida hisoblanadi zamonimizda. Ota-onaga yaxshilik qilish demak, ota-ona gap qilgan vaqtida past ovoz bilan kulimsirab turib gap qilish. Ota-onangiz qarg'an vaqtida kulib turish. Ota-onangizga vaqirab gap qilmaslik bolalar yoki ochiqlanmaslik. Bu yerda yoshlarga shuni deymizki, ota-ona sizlarga qarzdormiz. Xo'sh. Ota-ona sizlarning xizmatchinglar emas. Sizlarning tarbiyachinglar, mualliminglar, o'qituvchinglar, ota-onanglar. Har sohada hurmatlash majburiyatinglar bor. Ota-ona yaxshilik qilish demak, ota-ona ba'zi o'rinda bolalarning putini uzib yotmasligi yoki putini uzib o'tmasligi, adab axloq bilan o'ttirishi. Bu ota-onaga yaqinlangan yaxshilik, ya'ni hurmatsizlikdan saqlanish. Balalar yoki yigitlar, yoshlar uydan chiqqan chog'da ota-onasidan ruxsat so'rab chiqish. Ruxsat so'ramasa chiqmaslik. Necha soat chiqish, qachon qaytib kelish, buni ruxsat bilan qilish. Bu ota-ona qilgan yaxshilik. Bola chiqib ketdi. Ota-onasi parishon, nega ketdi, nada turdi. Bular muhojirat zaminida mahallalik ko'ylar bir-biri bilan tanishmagan bunday bir sharoitda bolaning nega berib, nada
ketkinini bilmeslik ata-anani perişan qilgan bir mesele. Şunu uydan chiqqanchada palani oqimdan qishiq boraman, palani yerga boraman, manchak vaqt kelib qolaman deb bu narsada aniq bo'lish lozim bolalar. Sirtda belgilangan vaqtda kelib bo'lanmay, kech qolib qolsa ata-anani perişan qilg'ashma, bu perişan qilishdan bolalar ata-anaga zulm qilmaslik lozim. Perişan qilib ata-anasiga zulm qilmaslik. Ata-ana qaqshtishdan chekirib qatari kirib qoldi. Shuningdek ata-ana yaxshilik qilish ata-ana ba yerda telefon o'ynab o'tirmaslik. Bu bir adabsizlik. Bolalarniki ata-ana ba yerda telefon o'ynab o'tirishi adabsizlik. Ata-anasidan nasihat anglash, ata-anasi bilan mo'ndishish, paranlashish, hayotning tajribasini olish. Ma'lum bir vaqtlar bo'lishi mumkin, o'ynaydigan u ayrim. Lekin o'ttasi qolsa davomli qo'ldan telefon tushmaydigan, telefon qarab o'tiradigan, gap qilsa 5-chi telefonni ko'tarmaslik, bu eng cho'ng adabsizlik, axloqsizlik. Shundan ata-onaga yaxshilik qilish deganimiz yoshlar, ata-ona telefon qilgan chog'da telefonga darhol javob berish. Namoz bo'lmay qolsa, ata-onaga darhol javob qaytarish. Masalan, sir chiqyapti. Dadasi yoki onasi bolani izla. Sen nerede oğlum? Ya sen nerede kızım? Derhal cevap vermezlik bu ahlakssızlıkın qatar. Derhal cevap verip men ko'chada yoki avtobusda yoki yo'lda yoki maktabda. Uning neredeligini bilsa ata-onasi xotirjam. Agar bilmay qolib qolsa, telefon qilgancha 10 minut o'tkazib o'tish, 15 minut o'tkazib o'tish yoki uyon kirib ketgan bo'lsa, yarım soat 5'ini ko'tarmaslik bu ata-onasini qo'shitishning qatori kirdi. Bu ata-onasi qilgan zulm qatori kirdi yoshlar. Bunga alohida diqqat qilish lozim. Bu oddiy ish emas. Shuningdek, ata-ona yaxshilik qilish deganimiz bolalar, ata-ona bir ishni buyurgan bo'lsa, darhol qilib berish. Ma'qul deb qo'yib, ma'quldan oxiri chiqmasa, yarım soat o'tib ketdi, 1 soat o'tib ketdi. Balam uy tozalab bergan dedi. Yo'q. Qochqishini juvayotgan dedi, yo'q. Takrar degizish bu adabsizlik. Ata-ona qilgan hurmatsizlik. Bu ata-onaga Qur'oni Karim tashabbus qilgan, Qur'oni Karim buyurgan, dinimiz buyurgan birining qatoriga kirmaydi. Yani ata-ona buyursa hangi vaqtlik qilish, bangvoshlik qilish, gap anglamaslik, kaynak so'zash bu ata-ona qilgan qo'shitishdan qatori kirdi. Ata-ona bir yer berishni talab qilsa, ma'qul deb berish lozim. Buni men emas bugungi zamonimizga ko'plagan ata-onalar his qilgan bir masala. Kichik bolalar talaqqa chiqishga amroq keladi. 15 yosh atrofiga kirgan bolalar bo'lib qolsa, o'g'illar deydi masalan. Telefon yoki bilgisayar degan o'xshash narsalar bilan uyda mashg'ul qilish yoki o'zini o'ynash uchun tuqqunni o'yib berib kelaman desa, bilib berib kelalsa, yoki palani do'stimizni ziyorat qilib kelalsa, yoki bozorga berib bir ishimiz bor desa, sen qilish ber desa, men uy tutib turay deydigan. Bumi bir adabsizlik. Ata-ona qilgan qo'shitishdan qatorlik bir narsa. Shu bugun kunlikda ata-onalar bolalarni amal va mashina rimnut qilgan aparamdi. Mashina ruxsatini og'ini baramdi, yoki nopos idorasiga bir ish bilan baramdi. Buni 4 tomdan o'rni qo'yib qo'ymas, sirt chiqqan vaqtida, dars vaqtida taqashmasa, ibodat vaqtida taqashmasa, bolasini billa sirtqa epmangash. Bu bolalarni elektronlik narsa yiroqlashtirish bir vosita, ham bolalarning buni ma'qul demaslikka ata-onasi qo'shitishdan bir turi. Endi ata-ona yaxshilik qilishdan yana qatordan ata-ona nasihat qilsa, ata-onaning nasihatini qarab, ko'ziga qarab turib tinglash lozim. Ata-ona nasihat qilsa, ta'tu qarab olish, yoki mensmagandek qiyofat kirib olish, bu yana gap anglamaslikni, ishtohsizlikning, dangvoshlikning alomati. Ata-ona nasihat qilgancha ko'zi qarab turib, qabul qilish, anglash. Ata-ona nasihat qilgancha mening foydam uchun nasihat qilyapti degan bu e'tiqod bilan yoki bu xil tushunchani anglash lozim yoshlar. Ata-ona hech qanday vaqtida 99% ata-ona hech qanday vaqtda bolasining zini uchun nasihat qilmaydi. Aqldan ketgan, e'tiqodi buzilgan, ideyasi buzilgan bir talvi bo'lmasa, bolasiningki baxt bo'lishi bu dunyolik. Xo'sh. Uni zina gap qilmaydi. Ata-ona bolamga uni qilgan, yoki ma'noda saqlangan deb nasihat qilgancha davomli bolasining manfaat uchun, foydasi uchun qil. Buni bolalar obdan anqirish lozim. Chunki ata-ona nasihat ochiq qildigan, qabul qilib qoldigan, qaydab qoldigan bu ish ata-ona qo'shitishning qatori. Dastlabda bolalar
Dadam men ziyonliq gap qilamdi. Anam meni ishdan to'sqan bo'lsa, zinimi qilamdi, paydammi? Buni kallasiga bir qata olgan chaqda qanoat topgan vaqtida bu masalaga to'g'ri baho beradigan bu. Ya'ni ota-onaga yaxshilik qilishning qatoridan ota-ona gap qilgan chaqda gapini bo'lib o'tmaslik. Ota-ona gap qilgan chaqda gapini uzib o'tmaslik. Ya gap qilmas, gadashlikka chiqib, o'zidan yotga kirib, ishkin taqib olib, yolg'iz o'tirmaslik. Xo'sh. Ota-ona mayli urishni tashabbus qilmaymiz. To'g'ri usul emas tarbiyalashga. Sad gap qilish to'g'ri usul emas, vaqirash to'g'ri usul emas. Biz buni boshqa temalarda to'xtaldik. Ota-ona chiroyli nasihat qilgan vaqtida bola yukinib o'tirib, ota-onasining gapini anglash lozim. To'g'ri bo'lgan bo'lsa qabul qilish. Agar bolaning kallasi o'tmagan bo'lsa, chiroyli usulda men modda qarayman, mening ko'z qarashim ma'vu. Mening tasavvurim ma'vu, uningdan ma'vu foydaliroq degan masalani qanoat shaklda bola o'tirib qo'ysa, u vaqtida bolaning to'g'risida dadasi qabul qilish lozim. Xo'sh. Lekin normal holatda bola kichikda o'chilik bir yan paqitanmagan ahvol ostida dadasi yoki onasi nasihat qilsa, bangvashlik qilib boshlatsa bo'lmaydi. Anan keyin balla ota-onasi gap qilgan chog'da eng chiroyli so'zlarni tanlab gap qilish. O'rinmas so'zlarni tanlab gap qilish bu ota-ona qilgan yaxshilik qatori. Bilmaymiz, balkim bugun o'xshash necha qit'ada, necha rayonda, har xil kulturda yashayotgan vaqtlarda har xil usullar bilan xitob qilishi mumkin jamiyatning ta'siridan. Buningga yosh bolalar alohida diqqat qilish lozim. Eng chiroyli so'zlarni ishlatib, ota-onasiga gap qilish lozim. Ya'ni shunday ota-onaga yaxshilik qilishning qatoridan yoshlarga deydiganimiz uy qalaymiqan bo'lsa retli o'tish. Kichik bola bo'lib qolsa qalaymiqan bo'ladi. Ba'zi onasining mijozi yo'q bo'lib qolsa, ba'zi qalaymiqan bo'lib qoldi. Ba'zi qashqush qilib qolgan bo'lsa shu o'tish. Bu yaxshilikning qatori, yaxshilik qilganlikdan. Balog'atga yetgan yoki tamoq itish yashiga yetgan 14-15 dan cho'ng bo'lgan qizlar bo'lib qolsa, qashqish qarab o'ttamay, mehmon bo'lib o'ttamay, otasi tamoq qilib ekirish. O'g'illar bo'lgan bo'lsa, uyning ishlariga qarata ishlariga hamkorlashish, bumi ota-ona qilgan bir yaxshilikning qatori kirib bo'lsa, yaxshilikning qatori kirdi. Ammo afsuski, bir qism ota-onalar yukning hammasini o'ziga olib, balam armasin men qilib o'tay deydi. Balog'at ketgan chaqda kal kelmaydi. O'g'il taqqa kelmaydi, qiz taqqa kelmaydi. Uy tutishni qiz bilmaydi. 18-20 gacha to'y qilib tamoqqa o'xshamagan, uyni qalaymagan, ishni aplashtiramagan natijada buning turmushi oyan chatoq chiqdi. O'g'il qarsin mas'uliyatni o'zidan chiqarmagan. Shuna balani uyda bu xil ishlarda ana dada hamishni o'zisiga olmay, balalar xizmat taqsimot qilib, balalarga buni kichkina tatib cheniqtirish bu intayin muhim. Yana bu ota-ona yaxshilik qilishning qator ota-ona bir ish qilib berib ketdi, sir chiqib berib ketdi, xizmatdan kelib berib ketdi. Bu vaqtda putqonni tutib qo'yish, kap bo'g'icha issiq bo'lgan bo'lsa bir suv ekilish, so'g'aq vaqt bo'lgan bo'lsa bir choy ekilish, varang-cho'rang qilib beshini og'ritmaslik. Bu-mi ota-ona qilgan yaxshilik qatordi. Ovozni taz yuqori ko'tarib 4-5 okuflar, ağaçsınlar vaqirishib ota-onasidan bizdan armog'ini qo'ymasa, bu-mi huquq qaqshatganlikniki qatori kirib qoldi. Endi o'g'il bola yoki qiz bola deydi, ayrim yashaydigan bo'lsa, to'y qilib ayrilib, uy ayirib chiqib ketgan bo'lsa, har kun ahvol so'rab turish. Har kun ziyorat qilish. Uzduran imkoniyati bo'lmasa-mi, har kun telefonda hol so'rab turish bu ota-ona qilgan yaxshilikdan qatoridan. Ota-onaning urug' tuqqanlari bilan munosabatni izchil davomlashtirib, dadam ziyorat qildi, onam ziyorat qildi, chaqirdi, bordi, aytdi va boshqa vaqtlarda bu tuqqanchilik munosabatni kichik bo'lsin, oz bo'lib qolsa davomlashtirish bu ota-onaga yaxshilik qilganlikning qatori. Chunki uning savobi edi. Endi yana yoshlar deydiganimiz bu yaxshilik qatoridan. Dadangiz yoki onangiz sizni bir ishda xafalab qoldi yoki tanqid qildi. Ma ishing xato bo'ldi, ma ishing to'g'rimi deb tanqid qilgan bo'lsa, ish aniq xato bo'lsa, buni qabul qilish. Tan qo'sag'lik qabul qilish. Anasiga gap yondirmaslik, dadasiga gap yondirmaslik. Chunki aniq xato bo'lgan. Navbat u ish mesela aniq xato emas, normal bir ishda tanqid qilingan bo'lsa, dadasi bir tushuncha bilan, onasi bir tushuncha bilan u vaqtda darhol taqallashma o'tkazib, teyinki bir fursatning o'zida bu ish bunda xato emas, yoki gunoh emas, yoki ma'vu deb tushuntirib qo'ysa, bu ish iz joyiga tushadi. Oxirida yana ota-ona yaxshilik qilishning qatoridan yoshlar bir yoq bormoqchi bo'lib qolsa, masalan, necha soatlik, bir necha kunlik degan safar qilmoqchi bo'lib qolsa, buni bir qancha kun ota-onasi maslahat so'rab qo'yish. Ota-onasining maslahatini olish, bildirib qo'yish bu yaxshilik qatori. Bola tushdim tutlam 1 soat qolgan chog'da
Mesela deyli İstanbul'da ben Ankara'ya verip gelmiştim. 1 saat kalganca, 2 saat kalganca. Bu atanısının nispetten, anısının nispetten bir tasadifilik tuyul. Yani bu yak bardığı adam az degan çağda akşam planını bir gün ya 2 gün adaşlar tuzgan bu. Demek bu yerda birinci ruhsat elish u lazım. Dinimizden ko'rsatmasi bo'yicha ikkinchi qilib ata-onasiga bir xotirjam qilish lazım. Men yak bormoqchi deb. Bu ishlarga diqqat qilish. Unda qilmay uyda o'tirib adashib kelib ishga deb bilan g'ip chiqdi degan yoki adashim telefon qilib falan yer deb bilan uyda darsi bor. Uningki yoki bir topshiriqi bor yoki qildigan ishi bor, uni tashlab chiqib ketish bu ota-onaga qilingan yaxshilik emas, balki tamoman uning aksi bo'lgan ota-onani qo'shitishdan qatori keldi. Bu masala bugungi kundalik hayotimizda 24 soat hayot uchraydigan amaliy masala. Buningga mayli o'g'illar bo'lsin, mayli qizlar bo'lsin, bu intayin diqqat qilmay qolib qolsa gunoh kirib qoldi. Bu alayda diqqat qilgan masalalar qatori. Hakikaten köptün köp rahmet. Işkı münayete tefsili adet sözler. Hakikaten bilgen belki köpünce muhaciretki atandan köprek tatip atkan mesele. Bu gerek bulanın köpüncesi. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'de nurgulluğan ayetlerde Rabbimiz yani özüge ibadet kılışının arkasıdırlam ata-anaga yaxşılık kılışını ta'kidlashi buyurishi yani kaşki şu ballarımız hem de şunu düşense inşallah düşünüş nimetini ata kılışını dileyimiz. Bu alqa çaqça qıldığım məsələmiz şu anda hakikaten ya bu ayetinin bunca valla ata-anaga yaxşılık kılışının ta'kidlenishi öz vaqtidagi şu Mekke devrideki özü Müslüman bulup ata-anası hatta Müslüman bulmaganlığımı şu perzentlerge Peygamber Sallallahu ata-anasıga qandaq muamele qilish hattoki o'zidan shirk keltirish yoki iymondan voz kechishni talab qilgandimi shu ota-onalar qandaq muamele qilishni o'rgatgan bir payg'ambarimiz bormi? Nima uchun ota-onaga yaxshilik qilish farz degan bir savol shayda kimlarni? Bu balkim ba'zilar boshqa ko'z qarashda bo'lishi mumkin. Ota-ona yaxshilik qilish farzmi yoki farz emasmi degan masalada. Biraz vaqt to'xtalish menimcha bugungi kunda yaşlığa nispeten intayin bir muhim mesele deb qarayman. Ota-onaniki balalarning dunyoga sababchi bo'lganligi hammadan aniq. Buni so'zlashdan arz yo'q. Balasi ega olmaydigan odam bal topmasin bo'ldi. Bu ittifoq bir mesele. Albatta ota-ona balalarning dunyoga kelishning sababi. Bu ota-ona bu hammaning bilgan sir sababdan sirt balalarninki bu dunyoda o'ziniki nishon qilgan maqsadiga yetishdiki hayotining turki hisoblanadi. Arzu aramallarını işe aşırış, məqsədləri oluşda tayindiğən ən çox türkü ata-anası. Ata-ana balalarını çoğun qılıb, qata qoşub tərbiyə edilən müəllim. Müəllimlikini balalar biliş lazım. Ata-ana balalarının ki, doğru yolda mənə bu dünyada və o dünyada bəxtlik oluş üçün tərbiyə bir işdə və yetəkdə zirikib qalmaydıqan müəllim həm məktəb. Ən çox məktəb. Ata-ana balalarını yaxşı o'qitib, yaramlıq adam qilib, jamiyatga his qo'sha oladigan bir saviyaga ekilish uchun onasi bo'lamdi, dadasi bo'lamdi, hech kunduz badal to'lashdan to'xtab qolmaydigan jafokash bir shaxslar yoki jafokash insonlar. Bu nuqtalarni bu balalar obdan his qilib yetish lozim. Uningdan boshqa nurg'un sabablar bor. Bu va uningdan boshqa sabablarga qarasak ata-onaning fazilat sanaqsiz. Ata-onaning haqqi tugamaydi. Şuna balalar cho'ng bo'lib, millioner bo'lib, cho'ng siyosiy bo'lib, cho'ng olim bo'lib, yoki qanday bir cho'ng shaxs bo'lib, ata-onaning haqqini o'tayman deb urinib qolib qolsa, har qancha katta savobli ishlarni qilib o'tsami, ata-onaning haqqini ado qilishdan ojiz qildi. Bu haqiqatni unutib qolmaslik lozim. Qalam ata-onaning fazilat haqida to'xtalgan bo'lsa ve ata-onaningki balalarni tarbiyalash jarayonida onaning dadiningki qanchalik bir jafo, badal to'laganligini tasvirlaydigan bo'lib qolsa, qalamni ojizlik qildi. Bularmi bizga o'xshash mustamlik ostida bo'lgan, mahkumlik ostida bo'lgan, imkoniyati qo'lda bo'lmagan, har tarafdan to'salg'i bo'lgan bir millatga nisbatan kimlikka uyg'un, qimmat qarshiga uyg'un, mas'uliyati to'naydigan Parvardigorimiz to'naydigan bu dunyodagi mas'ulni to'naydigan bir insonni, bir avlod yetishtirishdan naqadar ta'sirni balalar buni o'ylash lozim.
Bu ata-ona degan balni baqish, cho'ng qilish, qata qo'shib tarbiyalashda hech qanday bir narsa olmaydi. Ata-ona bolasini tarbiyalashda butun mehr muhabbati bilan, butun hayoti bilan tarbiyalaydi. Mehrni olib qolmaydi. Ata-onaning bolaga bo'lgan mehri cheksiz. Ata-onaning bola uchun jinini talab qilsa, pido qilamiz, pido qil. Buni bolalar tunib yetish lozim. Ata-ona bolasini yaxshi ko'rib cho'ng qildi, qadrlab cho'ng qildi, beshig'i olib cho'ng qildi, dumbisiga olib umr bo'yi ko'tarib, aqlni ko'tarib cho'ng qildi, ham bola uchun hayotini pido qilib tayyor. Buni bolalar his qilish lozim. Ammo balkim bugungi zamonninki ba'zi bir ta'siri, tashviqot vositalarining ta'siri, anin kendin g'arb dunyosiga 18 yoshga chaqda xuddi hamishni o'zi qildigan qo'shib bir xil tuyg'u bilan yashash. Bu xil ko'z qarash bolalar bir xato tushunchalarga kelib qo'yadi. Bu ota-onamiz bizni tug'ib azroq mishaga kelib qo'ygan qog'oz kar yo'q. Bizga mehr muhabbatini berdi yo bermaydi degan o'xshash. Ammo islomda, insonlikda, islomda ilgari insonlik ota-ona bolasiga mehrini berdi. Bularmi dinimizda. Eng cho'ng ne'mat deb qaraladi. Eng cho'ng mas'uliyat deb qaraladi bolalar masalasi. Mehr muhabbati bilan butun hayotini taqdim qiladi ota-ona. Buni bolalar yaxshi bilish lozim. Ata-ona bolalarni cho'ng qilish yo'lida psixik jihatdan, jismoniy jihatdan, iqtisodiy jihatdan va boshqa har tarafdan turli jafo mushaqqatlarga duch keladi. Ata-ona bolalarning baxti uchun hech qanday bir narsani oyab qolmaydi. Shunga bolalar deydiganimiz, yoshlar deydiganimiz, bolalarni ota-onasiga o'xshash yaxshi ko'rgan birisi yo'q. Bolalarga ota-onaga o'xshash ko'yindigan mehr muhabbat beradigan birisi yo'q. Buni yoshlar alayda askart deymizki, 15 yoshga kirgan, balog'at yoshiga yetgan, jismida, fikrda, tasavvurda hormon o'zgarishlar, ba'zi o'zgarish bo'lgan yosh o'g'illar, qizlar sizlar deymizki, ota-onaga o'xshash sizlarni yaxshi ko'radiganlar yo'q. Ota-onaga o'xshash sizlarni ko'ydiganlar yo'q. Sizlarning manfaatini o'ylaydigan yo'q. Shu o'g'il bo'lib qolsa, ba'zi jamiyatning ta'siri uning buning bilan voy seni ko'ydim, pishdim deb qolsa, oldinib ketmaslik lozim. Bu bir yolg'onchilik, bu bir saxtipazlik, bu bir shaytonning yelisi to'ziq ekanligini o'g'illar, qizlar buni bilish lozim. Ota-onaga o'xshash ko'ydigan, ota-onaga o'xshash bolasini yaxshi ko'radigan bunday bir shaxs mavjud emas dunyoda. Buni bolalar obdan esda tutish lozim. Bu sebepten yana yoshlar deymiz, ota-onaning o'rni bu qadar yuksak. Dinimiz muqaddas bo'lsa, muqaddas. Ota-onaga yaxshi muomala qilish farz bo'lsa farz. Va bil validayni ihson. Ota-onalarga to'g'ri ishlarda, durust ishlarda itoat qilish farz bo'lsa farz. Yaxshi muomala qilish eng ulug' ibodat. Ularning ko'nglini erishishga, ularni rozi qilishga tirishish jihad. Payg'ambarimizning hadisi ko'rsatmasi bo'yicha. Shuna ota-onaga rahmat aytish, Qur'on Karim degandek, "Anu shkurli va livaldik." Ota-onaga rahmat aytish, ota-onaga rahmati faqat og'zimiz bilan emas, amaliy hayotimizda aytish. Bütün imkoniyatni sarf qilib ota-onani har qaysi jihatdan xushxursand qilishga, xushal qilishga tirishish orqali aytish. Ularni xapsanmaslik, ularning dilini ranjitmaslik, qo'pol gap qilmaslik, ular ochiqlamaslik, dilini sundirmaslik, ularning ko'ngli ranjiydigan ishlarni qilmaslik, qo'shib bu ishlarni qilish orqali ening kanidan ota-onaga biz rahmat ayta olamiz. Bu ota-onaga rahmat aytishningki usuli bu. Ham buni bilan birlikda, ya'ni yoshlar deydiganimiz, balkim 15 dan oshgan bolalar bo'lib qolsa, qiz o'g'il olsun, kichik qiz bo'lib qolsa tushunadi. 1 yoshlik, 2 yoshlik, balki 3 oylikdan tortib ota-onaninki bolaga qanchalik badal to'laydiganligi, qanchalik jafo chekadiganligi, qanchalik tarbiya qiladiganligi, hatto o'zining tomog'ini o'zligida 3 yosh, 4 yoshgacha u bolaning yukini qanchalik og'ir darajada ko'taradiganligi, qanchalik qalaymiqan qilib olsam uni parishon bo'lmay, ya'ni uni yaxshi ko'rib turib, qadrlab turib qiladiganligini bu bola his qilgan vaqtida ota-onaning qadrini yetadi. Demak, bu yerda ota-ona bolasini kichkina shunday tarbiya qilib, davomli qo'lda yo'tlab, davomli beshig'i mindirib, cho'ng qilgandek, bolalarni ota-onasi yashinib qolgan vaqtida ota-onasi beshig'i olish lozim. Ota-onasi bo'yniga mindirib ko'tarish lozim. Ya'ni davomli ko'tarish emas, bu yerda hurmat nimasidan, adab axloq yuzidan, majburiyat nimasidan 10 yilga qadar bir xato qo'shiqcha
ota-ona bolasini butun vujudi bilan, butun fikri bilan, butun imkoniyati bilan, butun iqtisodidan ko'tarib mangan bo'lsa, demak bu yer ballarmi bu ota-onasini bo'yniga ko'tarish, hurmatlash, ular haqidagi vazifasini ado qilish mas'uliyati va buni unutib qolmaslik lozim. Bu gapni bu gaplarni bu farzning nada deydi va deyish mumkin. Bir ikki oyat misol garchi ko'p bilgan hadislar, ko'plagan oyatlar bo'lgan bo'lsa-mi? Xo'sh. Qur'oni Karimda Alloh taolo va qada robbuka alla ta'budu illa iyyah. Allohning vasiyati, Allohning keskin hukmi, Allohdan boshqa hech kim ibodat qilish bo'lmaydi. Ikkinchi hukm ota-onaga yaxshilik qiladi. Demak, bu yerda dinimiz deydiki, birinchi haq Allohning haqqidir. Allohning haqqi birinchi qatim ado qilindi. Allohning haqqini ado qilib bo'lgandan keyin ikkinchi qatim kimning haqqi kelsa, ota-onaning haqqi keladi dedi. Masalan, namoz misolga olsak, Allohning haqqi. Namozni ado qilib bo'lgandan keyin ota-onaning haqqini ado qilishga tirishimiz lozim. Allohning vasiyati shuki, Allohning buyrug'i shuki, birinchi qatim Allohning haqqini ado qilsan, Allohga yegani ibodat qilish orqali ikkinchi bo'lib ota-onaga ihson, normal muomala emas. Oddiy muomala. Ko'chaga ketib qolgan odam salomning yo'g'ini qilib qo'yib, ko'zi ko'rganga o'xshash qiyofat ko'rib, amaliyot hech narsa quruq emas, eng go'zal shaklda, eng yaxshi shaklda, eng yuksak darajada, butun mehron bilan, butun ko'ngling bilan, butun hissiyoting bilan qo'lingdan butun kirishi yaxshilik qilish bu Allohning buyrug'i, farzi. Bu oyatning davomida ham ota-onaning birisi cho'ng bo'lib qolsa, 60 kirdi, 70 kirdi, yo ikki cho'ng bo'lib qolsa, bular qilmasang bo'ladimi da gapni? Quruq gap bu. Qani yo'q gap bu degan o'xshash, ota-onaning bir gap davosi chiroyli anglab, ilmiy tushuntirib, foydasini demaslar, ay, ko'tarib bunda gapni degan o'xshab, bunda gap depsanma deydi. Vaqirab jaqirash qo, albatta ig'ir gunoh ota-onaga, g'azab qilish, ochchiqlash, silkish gunoh. Gap so'zning o'zimi, ay, degan o'xshab, bunda ota-onani bir norozi qilgan. Ajab edi degan, "Ma bolam ko'nglimni yerim qildi" degan gapni aytib qo'ysang, ma bir gunoh deydi. Valatan haruma gap so'zdan siyla qo'l. Kayma vaqirma deydi. Silkishlaydigan ishni qat'iy qilsanma deydi. Qo'pollik qilsanma deydi. Davomli qavlan kerak. Gapingni ayta, siyla qo'ysin, isil bo'lsin, chiroyli qo'ysin. Ening kendan ota-onaga kamtar ol. Bak intan kamtar ol. Yani rahmedillikte, köyünüşte, mehribonlikda, yumshoq fe'llikda bo'l, ening kendi davomli duo qilib tur. Har namozingda, har vaqt duo qilgan vaqtida ota-onaning haqqi duo qil. Bu islomning buyrug'i. Qur'oni Karimning ko'rsatmasi. Demak, ota-onaga to'g'rilam ish bo'ldi ekan, harom ishga buyurmaydi ekan, shirkka buyurmaydi ekan, gunoh ma'siyat buyurmaydi ekan, itoat qilish farz bo'lsa farz. Dinimiz alayda bir bölük insanlar öz kafir bo'lib qolsa, balasini kafirlik buyuradigan ish bo'lib qolsa, u yerda itoat qilish bo'lmaydi. Undan boshqa normal ahvollarda, to'g'ri ishlarda itoat qilish bu farz. Bu ota-onaning balasi intan yuksak bo'lganligi uchun, shu ota-onalarga itoat qilish, ota-onalarga yaxshi muomala qilish bu Qur'oni Karimningki yoki Allohning buyrug'i. Yani Allah Teala Nisa suresi yukarı ayetten başka "Va'budullaha ve la tushriku bi şey." Allah'a ibadet kılana tavhid asasıda. Yegane ilah asası ibadet kıl, şirk keltirmem. Keynillam Allah'ın hakkına daqib bolgan ve bil valideyni ihsan. Ota-onaning haqqini unutib qolmanglar deydi. Allohning haqqidan keldigan haq ota-onaning haqqidir. Ota-onani hurmatlanglar, qadrlanglar, yaxshi muomala qilinglar, itoat qilinglar deydi. Bular hadisdan misol olsak, Payg'ambar alayhisalom ridar robbi fi ridal validayn. Allah'ın razılığı ota-onaning razılığı bağlıdır. İbadet meselesinde, itiqat meselesinde dinimiz nimani buyurgan bo'lsa shu bo'yicha. Ama ota-ona bir to'g'ri ish buyurgan bo'lsa, bu yerda ota-onangiz rozi qilmay qolib qolsa, vaqt biz gunohkor bo'lamiz. Agar ota-ona rozi qilib qolib qolsak, Alloh rozi deydi. Ridar robbi fi ridal validayn. Ota-ona rozi bo'lsa, Alloh rozi deydi. Bizning ko'nlar bir gap bor, mushda bir gap. Ata-ona razı, Allah razı agar xatolaşmagan bo'lsa. Vasaqtur robbi fi saqtima. Ata-ona ranjib qolib qolsa, Alloh ranjiydi. Demak, to'g'ri ish buyursa ota-ona, balasi uni itoat qilmasa, bo'ysunmasa, uni qiyg'ilmasa, qoqishib qolib qolsa, bu bola Allohning payg'ambarininki ranjishiga qolib qoladi. Shuna gapimiz qilasiz. Ota-onaga nima uchun yaxshilik qilish farzda dinimiz buyurgan bir farz ibodat bo'lgan bo'lg'achqa, bizning bu dunyoda oxirat to'g'ri menishimizga vasila bo'lgan
Şununğa sebep bolduğan, şundaq tərbiyələydigan bir muallim bolğaçqa, ular to'g'ri chiqib o'rayotgan unga itoat qilish farz, yaxshilik qilish farz. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Endi albatta so'zlab kelsak deganlardek nurg'un masalalar bordi. Ota-onaning fazilati, ota-ona qilish tegishli ishlar haqida. Şu programımızı qisqa bo'lgandan keyin ota-onaning bolalar ustidagi haqlaridan bir qancha so'zlab. Belki birinci sualimizdeki nesilden belki görünmen kardeşler düşünüşü mümkün. Takımı bir uç konuşsun yaşlığa. Hem bu yaşlardan sırt ata-anası ba. Çoğunlağı mı? Bana da bir kançı türlü fakat 10 türlük bir hakkını bayan kılaydı. Köpüncüsü onu da ötür. Birincisi ata-anı yaxşı görüş. Gerçi ata-anı bazı narsa rencip kalmışım yaxşı görüşümüz. Ular mümin boldukken, Müslüman boldukken, salih eden boldukken bizni münkerge, gunaha, şirkке mecburlamaydıkken onu yaxşı görüşümüz, qadirlashimiz, hurmatlashimiz, yaxshi shaklda muomala qilishimiz bu birinchi darajalik ota-ona qildigan majburiyatimiz. Yoki ota-onalarning bolalar suriq birinchi haq. Ikkinchi birisi ota-onaga itoat xarakterli ishlarda itoat qilish. Ya'ni munkar ishga, shirkka buyurmasa itoat xarakterli ishga o'z buyuradi. Masalan, ota-ona bolasi e'tiqodli bo'lishga, ibodatni joyida qilishga, axloq rioya qilishga, yomon ishlarga kirib qolmaslikqa, harom ishlarni qilib solmas buyurgan bo'lsa, bu yerda itoat qilish farz. Bu noktalarda bolalarning ota-onasi itoat qilganligi amaliyotda Allohga, Allohning payg'ambariga itoat qilganlikdir. Chunki u ota-ona Allohning buyrug'ini yetkazdi. Ota-ona mas'ul. Bolalarni e'tiqod jihat tarbiyalashdan, axloqiy jihatni tarbiyalashdan, fikr jihat tarbiyalashdan bir musulmonlik shaklida, sog'lom bir musulmon shaklidagi tarbiyalash birinchi kim mas'ul? Ota-ona mas'ul. Ota-ona u yerda mas'uliyatni ado qilyapti. Demak, bu yerda ota-onaga boysunganlik, itoat qilganlik amaliyotda bu Alloh itoat qilganlik hisoblanadi. Üçüncü birisi ota-onaga gap so'zlar, ish harakatlar azob bermaslik. Vaqirab gap qilmaslik, achchiqlab gap qilmaslik, silkimaslik, qo'lni shirt gap qilmaslik. Gap qilavatsa, bu ham to'lg'ab oldidan chiqib ketmaslik. Bu bolalarningki ota-onalarga o'taydigan 3-chi majburiyati. 4-chi majburiyati bolalar ota-onalarga umrining oxirigacha yaxshilik qilish majburiyati bor. G'arb dunyosi o'sha 18 kirgandek illam o'lamiz, o'lmasang qarlar santorisiga olib borib qo'ysa tugamaydi. Unda shu dinimizda. Da bu dunyodan ota-ona ishkilisi yoki birisi dunyodan ketgan qadar ota-onaga yaxshilik qilish, ularni hurmatlash, ularningki iqtisodiy jihat qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, uni hal qilish, ularni chiqimini ustiga olish, ko'ngilni yasash, ko'ngilni ilishdan iborat bu majburiyati bormiz va islomda. Yoshlar o'zi xohlagancha o'ynash, cho'ng'ib qolgancha asta saranglar santorisi bu yerda asta tugasin deydigan unda bir zulm ota-onaga dinimizda yo'q. Ota-onani umrining oxirigacha saq bo'lsin baqish, kasal bo'lsin baqish, dunyodan ketguncha uni beshimizga ko'tarish, ularning roziligini olish, duosini olish bu bolaning ota-onasi o'taydigan eng chong majburiyati. 5-inchisi bolaning majburiyati ota-onasining qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, uni hal qilish. Iqtisodiyat qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, uni chiqimini ko'tarish. Ota-onasining qiyinchilik bo'lsin yoki bo'lmasin, bolaning qo'lida oz-oz pul bo'lgan bo'lsa, pat-pat berib turish. Gerçi dadasi boy bo'lgan bo'lsa-mi, onasi boy bo'lgan bo'lsa-mi, bola maosh oldi, bir yerda ishlab, yoki tijorat qilib obdan pul topgan bo'lsa, ota-onasiga oz bo'lsa-mi bir hadiya akilish. Müşrik bo'lamdi, kiyim-kechak bo'lamdi, yoki pul bo'lamdi, pat-pat berib turishlar. Bu ko'ngil masalasi. Uningga ehtiyoji yo'qdir. Balkim dadasi millionlardir, balkim jiq puli bordir. Lekin bolasiningki ekkagan ozg'ina bir narsa yoki hadiya qilgan ozg'in puli bolani nima dadini xursand qildi, onani xursand qildi. Ya'ni bu bir vafodor bola chiqdi bu. Faqat o'zini o'ylamaydigan, ota-onasini unutib qolmaydigan bir bola bo'ldi deb bu rozi bo'lishga sabab bo'ldi. Shunga buningga alohida diqqat qilish lozim. Uning ustiga payg'ambar alayhisalom bir hadis bor. Anta va maluka li abik, yoki validik. Sen ve senin tapkan pulun dadanga mensup de. Mesela dadası işten bizden başladı. Keyin bu iş balısaq kaldı. Dadası pensiyaya çıktı yoki arım aldı o bu sebepten değil. Bala jiq pul tepip bayıveçi oldu. Dadasının ahvali normal haleti kaldı. Yoki öye ayırgan bir sebepten değil.
Demak, bu yerda bu bolaninki u saviyaga kelishninki sababchi kim desa, mablag'ni sappagan, yo'l ko'rsatgan, tajribaga qilgan dada. Unda bo'lgan chog'da sen va sening topgan pulingni dadangga ta'vat etishyapti. Demak, bu yerda o'zim topdim, manchirak topdim, salani vaqtda sen kichkina bergan, hozir millioner oldim deb, mutiga birliqmi, dadang pul lozim bo'lib qolsa, u dol uni ber deydi. Chunki sen va sening topgan puling dadangga ta'vat etadi. Oltinchi birisi ota-ona ranjitadigan, qaqshtadigan, yig'latadigan, ularning yuz obro'ni tushiradigan bunday ishlarni qilmaslik lozim. Bolaning majburiyati ota-ona qaqshatmaslik, ranjitmaslik, yig'latadigan ishni qilmaslik ham ota-onaning yuzini tushiradigan ishlarni qilib solmaslik lozim. Yettinchi birisi ota-onaga nisbatan rostchil bo'lish, vafodor bo'lish, samimiy bo'lish, ko'yimchan bo'lish. Chunki dadasimi, onasimi bolaga ko'yimchan bo'lgan, vafodor, samimiy. Unda bo'lgan senmi, bu sening majburiyating. 8-chi birisi ota-onasi bu dunyodan ketgan bo'lsa, ota-onasiga bir yaxshilik qilaman desa, qila oladigan bir nechta turli sabablar. Xo'sh. Masalan, vaqf qilish. Ammo bugungi sadaqa deymi, bugungi insonlar bu yoki bugungi shaxslar imkoniyat topib qolsin, vaqfga qiziqmaydigan. Ya'ni dadasiga yaxshilik qilishda biroz baxillik bor. Ya sadaqa desa, o sadaqa olsam, bəsim sadaqa $100, bəsim sadaqa $1000. Amma bir vaqfini qilish uchun $50,000, $100,000, bir ma'arif vaqfisi, ilm ma'rifat vaqfisi, tadqiqot vaqfisi, o'quvchilar vaqfisi degan o'xshash har turli bir vaqfini qilish uchun bunga jiqroq ish ketadi, $50,000. Bunday narsa qilsa, bu haqiqatan bu ota-onasiga qilgan eng chong savob bo'ldi. Bu kichik parchan-parat ishlarni bir $200, $300 o savob yetadi, ammo ota-onasiga bir qo'lda bor odam go'llamaslik lozim ota-onasi. Obdan qilish lozim. O qilsa uni ota-onasiga yetadigan savobi. To'g'ri. 9-inchisi jannat ota-onani rozi qilishga bog'liq. Yuqori deganimizdek. Payg'ambar alayhisolamning aytisi bor. Jannat onani rozi qilish va uni yaxshi muomala qilish bog'liq. Fa innal jannata tahta rijliha. Sahih hadisda. Nasai'ning hadisi. Cennet atalarının ve ananın kademi asıdır. Yani bu deyirlik ananı razı kılış, anaga itaat kılış, anaga yaxşı muamele kılış bağlıqdır. Cennet girişten yolamış şu deyil. Yani bir hadisi ilgirdigimizde Rizal Rabbi pi rizal valid. Allah'ın razılığı ata-ananın razılığı bağlı. Allah'ın rencişi, gazbi ata-ananın ki senden açıqlap kalışı ya ki rencip kalışı bağlıdır. Demek ata-ananın razı kılsan, Allah'ın razı kılsan, ata-ananı rencitip koysan, Allah'ını rencitip koysan dedi. Bu hadisini mi qarindoshlar buni obdan esiga olish lozim. Oxirgi bir haq, bu biroz to'xtalaylik. Adab axloq munosabatlik. Bolalarniki adab axloq munosabat majbur. Masalan, yuqori deganimizdek ota-ona bayat futni uzitib o'tganmaslik. Adab axloqla o'tirish. Ota-ona sirtdan binas ko'tarib chiqgan bo'lsa, darhol men alay deb sayko'ktat, qo'g'in tavuz degandek yoki kitap yoki u bu binas ko'tarib kelgan bo'lsa darhol qo'ldan olish. Mayli uyga kirgan vaqt bo'lsin, mayli sirtda bo'lib qolsin. Bu adab axloqimizdir. Bola buni o'rganish lozim. Yo'lda mangan vaqtim dadasi burmush dars ko'tarib olgan, onasi burmush dars ko'tarib olgan, bolasi telefon qaylab telefon o'ynamoqdan bu bir mas'uliyatsizlik. Bu bir qaqshishdan qatardi. Şoň bu yerda ata-onaning qo'li bir yük, eg'ir bir narsa bo'lgan bo'lsa, buni erish lozim. Ya'ni yo'lda mangan chog'da ata-onani kendimanish lozim. Hürmet yursin. Aldırma bu yaş olgandiken qatildab ketiverse, adansa, sal yaşlanıp qap qalsa, ne o'qib qal. Bu bola degan atansiga, dadasiga, onasiga hazi bo'lib, igi bo'lib unda. Qo'g'dab menish lozim, o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin. Yana bular qatoridan ota-ona chaqirgan vaqtida qo'lda telefon bo'lam, qo'yan bo'lib darhol tashlab ketish lozim. U o'yan qashib ketsa, hech qanday ish bo'lmaydi. U o'yanni uftirib bersa, o'ynab o'tib, masalan, telefonda deydi, uning hech qanday ziyon bo'lmaydi. Hiçbir narsa o'zgarib ketmaydi. Uni o'yanni uftirib olsam, hech ish bo'lmaydi, hech qanday foyda kelmaydi. Ammo onasini rozi qilamasa, dadasini qaqshitib qo'ysa, gunoh bo'ladi bu yer. Shuning bu yer o'yin o'ynatdim, bilgisayarda, yo telefonda bilas ko'rayaptim emas, darhol tashlash lozim onasi. To'g'ligan chog'da darhol jug'urib kirish lozim. Bu hadis sharif qilsak, nurg'un misollar bor. Jo'rayishdan voqelik emas. Faqat namozda bo'lib qolganlik uchun javob bermagan ahvol bor. Allohning haqqi ata-onaning haqqidan ustun bo'lgan yadilam itoat qilmagan bir yer bor. Namoz o'qijab, undan boshqa ahvolda darhol sabab berish lozim. Hatto nafl namoz o'qiyotgan bo'lsa, onasi chaqirib qolgan bo'lsa, buzib chaq gipiga
ijobat qilish kerak, farzni o'qimagan bo'lsa degan narsani o'qiman. Ota-onaniki, Bu darajada usuliga. Chunki ba'zi ish normal kichikdisi bo'lganlar, ba'zi ish jiddiy bo'lishi mumkin. Shunga bu yerda bu telefonga o'yang'ish bir narsani ota-ona darhol to'lab bo'g'cha, uni tashlab kelish lozim. Uni ziyon tortib ketsa, aslo o'rniga tushmaydi, sinfdan qolmaydi. Uni obro'yi tushib ketmaydi u yanga. O'ynagan bir sharaf kelishib qolmaydi. Endi ota-ona bir ish qo'ysa darhol qilib berish. Sozab keyinga tortmay razı qilishirish mumkin qadar imkon yetgan yerda ota-onasi nasihat qilsa to'g'ri qilyapti, mening manfaatim deb qilyapti, mening foydam deb qilyapti deyish, lekin ota-onasi qilgan narsa menga besim qilib, meni ishimni siqib yoki meni degan yerim keltirma degan o'sha bunda shaytonning vasvasalari saqlanish lozim. Ota-onam menga nasihat qilgan bo'lsa davomlar mening manfaatim deb qilyapti, mening foydam deb qilyapti, mening baxtim deb qilyapti deb bunda o'ylash lozim. Axırda ki bir mecburiyet bunun qatarı ota-onasi yaxshilik qilgan bo'lsa minnat qilmas kerak. Garchi million pulga bir maktab sap bergan bo'lsa, million dollarga vaqt qilib yoki 50-60 yetimning to'yini qilib bergan bo'lsa, ota-onasidan haqqa degan o'xshash yoki ota-onasi haramga olib yoki dunyoni cho'g'iltib qo'shib qilgan bo'lsa, minnat qilmas. Minnat qilgandan uningki ish. Men uni qildim-ku desa. Qildim desa, o tugaydi. Ota-onasi buni baqqancha unda minnat qilmagan. Shunga ham ota-onasiga qapqon to'ymay, chiroyli muomala qilish bu bolalarniki ota-ona o'taydigan majburiyatlardan qatardi. Xo'sh. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bo'libmi? Mayli albatta ko'pincha xitoblar yoshlarimizga qilingan bilan amaliyotda agar sizning yoshingiz 50 yoshga kirib bugun ota-onangiz hayotlan bo'lsa va uningga yaxshilik qila oladigan bir fursatingiz bo'lsa, sizga qilingan xitob, hammamizga qilingan bir xitob albatta. Yosh muhim emas bu yerda. Ko'pincha xitoblarimiz bugun muajiratda bugun ko'pinchalarimiz ota-onamizdan aloqadan mahrum qolgan sharoit yashayotganligimiz shuning uchun bu xitoblar qilindi. Lekin nurg'ullarimizning yana cho'ng bo'lsak-mu, ota-onalarimiz bo'lishi mumkin chet elda yoki yanimizda. Shuning uchun haqiqatan so'zlasak, ya'ni qanchadan tema qilib olsak tugamaydigan darajada agar islomda axtirib boqadigan bo'lsak, ota-onaning haqqi, ota-ona qilishga tegishlik ishlarning qanchalik ko'pligini ko'rib olamiz. Biz mahrum holatda diqqat qilmay, og'zimizdan kelgancha chiqarib o'tib qolgan nurg'un so'zlarning amaliyotda Allohning nazarida ya'ni qo'rqinchli bir ish ekanligini bayqaymiz. Agarda shunday bir bugungi har birimiz bo'lib bo'lmuş yoshlar, bu erkin dunyoda yashayotgan yoshlarda eng ko'p uchraydigan masala. Chunki jamiyat shunday har tarafdagi nachar illatlarning ko'pligidan normaldek tuyulib ketdik nurg'un narsalar. Shuning uchun bu masalalarga diqqat qilishimiz, izlanishimiz kerak bo'lgan masalalar. Rabbim Alloh subhanahu va taolo hammamizni ota-onamizga yaxshilik qilguvchilarning qatoridan qilib, o'zining roziligiga erishganlarning jumlasidan qilsin deb tilaymiz. Alloh subhanahu va taolo umr bersa yana bir qatimliq sonimizda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.